Assalomu alaykum. Xonqat tumanimiz mutasaddilari. Görüp turgan yeringiz bundan 2 ay burun taş taşalıp asfalt kılıngan yer edi. Vodoprovodçılar gelip vodoprovod ötürdüler. Kanalizatsiyachilar gelip kanalizatsiya ötürdüler. Ahiri shunday bo'lib qoldi bu yer. Asfalt tashalgan yo'l edi. Kecha akşam 2 mashin şöyle yamaga tushib buferlarni sindirib ketdilar. Aynan yo'llar yorilib yotibdi. Katta yo'lning Urganch-Hazaris yo'lining 14-kilometri. Bu yan tarafingizda katta parnik. Shunday ahvolatda 2 ay bo'ldi, yana tashab ketdilar. Buni kontrol etadigan adamlar yo'q. Inan asfaltni bo'yi. Yengil mashinalar ham cho'kib yotibdi bu yerda. İltimos sizlardan, inan yaxshilab ko'rib oling. Yama chuqaloqlarni ko'ring. Mana 10 gün burun motosikl inshora chuqaloqqa tushib oyog'ini sindirib ketdi bu mototsiklchi bola. Geçti. Aryan tarafınız Turkbaz yolu. Beş metre asfaltını buzdulardan yarım metre asfalt atıp gittiler. Yanınız Hazaris taraf. Sizlerden iltimos qiladim, şöyleni bir evvelki haline qaytarib berseler yaxshi olaydı bularni. Yanınız Perikrovska, razvorot oladigan mashinalar inshora tushib, geçtikleri görmeyin, buferlarni sindirib o'tdilar. İltimos sizlardan bu izini bir kontrol etib, yaxshilab bellarni bir zatib berib ketsalar yaxshi olaydi.